Beşarım kalan. Ben canım et. Yaxşı. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, hurmatli Gulnarek obunachilari bormisizlar, omonmisizlar. Qarindosh quvozlari, Xudo xolasa, Xorazm viloyati Gullar tumani To'q bozoridamiz yurtdoshlar. Bir qator hammasining narx-navolarini yoritib berishga harakat etamiz yurtdoshlar. Jo'jalar tushgan, jo'jalar hammasini bir qator yoritib beramiz. Kanalimizda yangi bo'lsangizlar, like, obuna tugmasini bosib esdan chiqmasin yurtdoshlar. Qo'llab-quvvatlab tursanızlar, har uchinchi kun, har bozor kunlariga chiqarishga harakat etamiz yurtdoshlar. Sizlar uchun izlanishda xizmatdamiz. Savdamız bırak. Hiç biri mi istemedi? Oldu mu oldu? Qanchadan bo'ldi? Assalomu alaykum. Shukr, aldirsizmi? Hava zakon. Sağlık yaxshimi? Xo'rozga Xo'rozlar 6 kilodan ziyod. Unduklarmi? Hava. Ana 6 kilodan ziyod ekan. Qancha bahasi? 350 ming so'mdan. 7 kiloga yetinkiramidi. 7 kiloga yetinkiramidi ekan. Xorozlarni? To'qni xorozlar. Xo'rozlar 120 ming, 110 ming so'm. 120, 110 ming so'mdan. 2 kilo go'shi bor mana. 2 kilo go'shi bor. Semiz narsani. Semiz yosh xorozlar, ha? Hava, o'tirg'i xo'rozlar. O'tirg'i xorozlar yani. Lekin tandar ekan, dim tandar ekan. O'chini sotdim mana. Ya bu satildimi? Hava. Qancha bo'ldi bular? Acayip qo'shma xo'rozlar. Qo'shma xo'roz. Bu 370 ming so'm bo'ldi. 370 ming so'mdan. Ulug'roq bo'ladi. Ana yurtdoshlar. Yuzgalar ikki bo'ladi. So'yma qoldi. Qon narsaligim. Ana. Yo'qot. O'rdagan sizdanmi o'rda? Yo'q, o'rdakman mana. O'rdak 50 ming so'm. 50 ming so'mdanmi? Erkak ekan, ha? Erkagi 50 ming so'mdan. Satdingizmi yili? Yo'q. Yili sotilmadi. Qancha qo'yapti hozir? Ba'zi 45 dan. 45 dan so'radimi? Yaxshi. Buradan ketama boshlanaman. Yolg'izmi? Sağ olun. Şükür. Unduşkan, sizga mi unduşka? 200 ming deb taqdi bu. 200 ming deb aytibdi. Qancha ekanmi? Qimmatmi? Bu arzon. Bugun arzonmi? Qayta. Aypa, assalomu alaykum. Xo'rozni chasomagan undukda? 300 ming so'mdan. O'lchak ko'rmadingizmi? Chaqab o'ynam. Chaqalar keladi, yigitni o'lchagan chaqarsiz. O'lchamadingizmi? O'lchadim. 300 ming so'm aytibdi ekan. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? Xo'rozdan qancha so'm aka? 100 ming so'mdan aytibdi. Ovotirmi odamlar? Qanchadan ovotir? 90-95 ming so'mdan sotdi saxir. Yaxshi. Yetirmay bo'lsa qo'l beraman. Rozimisan? Semiz aka erkaklar jonivar. O'ttiz diyorman, Unduşka qancha so'm aka unduşka? Ha? Ha, yaxshi. O'zi bir ikki odam bor topib qolsalar tushatamam. Qala tushmaydi. Qanchadan aytding uka? 200danmi? 200dan. O'lchab ko'rmagan chiqarsan ha? Taxmin qanchadan keladi? 2 kilo, 2,5 kilo. Arkadaşlar 200 ming so'mdan aytdim. Necha so'm debdi? Xo'roz zo'r ekanmi? Necha so'mga so'rayapsiz? 220 ming so'm berdi. 220 ming so'm mana. Yana? Beydalashma. So'rab turibsiz xo'roz. 220 berdi. 250 ga beraytiribman. Buni uni o'lcham. Necha degan? 300 aytibdi qancha? 300 deyapti. 300 aytibdi. Ha, 220. Necha kiloga keladi bu taxmin? Shokoladan ziyod keladi. Shokoladan ziyodroq, ha? Chokolad chiqadi. Bering lekin. Ber. Yaxshi 5 qo'shim. Yo'q, 250 dan kam bera olmayman. Yaxshi tushirmasin.
Ya tushirib Yaxshilab bor. Ber, av yaxshi. Ya tushirmayman xalaq qo'rqma. 220 ming so'm. Zo'r. Ber. Al. Yine 30 ming qo'shag'ay. Amonta. Yaxshi so'rayaptir. Necha so'm aytdi? Ay bu 600. Ya siz tushirmiz. Qo'rqma, tushirma. 600 ming so'm aytdi. Qava, shalaga chiqaramiz. O'tar ekan, jonivor siyimiz ekan. O'stirmas 600. Qancha so'radi bozor? 500 so'radimi? Yaxshi so'rabdi. 500 bo'lsa. Sifatli zo'r ekan, siyimizga ham gap yo'q. Aytganmi ya? Neyse, makiyanın çoğusu makiyan ayıp. Bizim 300 bunda ko'rsa mı ki var? 350 makiyanı. Bizimde mi? 350 mi son? Desene. Yaşım sakı, canlırsın mı? Saklandı yaşım, aklı tapıp çıktı bu. Şu telefon çıkmazı var mı? Sağ ol bakay. Neçə somdan bu adır bula? 250. Çikolata markayı geldi. 250 min son markayı tapıp da. Xoraz. Yaxşı savda asılı. Sağ ol, yaxşı mı? İşte yaxşı mı? Xoraz neçə son, toğuk neçə son? Bergi 150, bergi 500. Tutturgan toğuk mu bu? Tutturgan toğuk. 500 soruyor resim. Yaxşı. 5 falan qo'shaga. Ma bu işe rasmini o'zib kerak. Makiyan yekmen xoraz mı? Yo'q, to'g'ri. Bu makiyan neçə sondan? 500 kesamiz deb. 500 min so'm. 5 kilada go'shi bor. Erkagi ne? Bu 650 kesamiz. 7 qilaga yaqin qo'shaga. Ana yurtdoshlar. Yaxshi savdolar bo'laversin. Xorazdan necha so'm ekan aka? 150 min so'mdan. Var o. 150'den. 150'den. Sattınız mı? Sattınız mı? Yani kaçadan sattınız? 140'dan. Ver bıltırgı xorazlar akır ha? Yaxşı savdanız olsaydı. 500 min so'm aytibdi ana. Necha kiloda keladi uka? Vam suyimiz ekan lekin. Buni ham bir 7 kilo kelib boradi. Javob bersa. Qancha qo'ydi bozor? 400-450. 400-450 ming so'mlarni so'rabdi ana shu undigimiz. Yaxshi uka, savdolar bo'lsin. Mekanchasi mi? 420 deb. Aytılmıyor mu? Aytib beramiz. Birada 150 lira verilmedi o. 150'ge savdo tutmadı. Sonra uydu mu? Sonra tutma ya. 150 lira verilmedi. Yaxshi savdosi bo'lsin. Aytar yaxshilab. Aha. Ya siz aytdingiz var mı? Bir açsam şart emas çıqalar. Konkretni xo'jadan bereyim mi? Qana, ana ekan seni. Konkretni. Necha so'm bo'ladir bular? 230 deyapman, 230. 230, 2. Keşer. Yosh xorazlardan. Halollar. Qirqa qo'yadi, burada ajoyib. Mana yurtdoshlar. 230 ming so'm. 150 ming so'm. Yaxshi savdangiz bo'laversin. Sog' bo'ling. Yaxshi. Mana yurtdoshlar, ana shunday yashiklarimiz ham chiqdi. Hozir egasi bo'lsa, baholarni aytib o'tamiz. Tovuq bag'ishqa, jo'ja bag'ishqa ana. O setkalar iyasi yo'qmi ekan setkalarning? Tovuq bozori kelsangizlar, ana shu baliq bozorining elimda turibdi. Agar egasi bo'lsa, baholarni yaratamiz, bo'lmasa gap yo'q. Kelib ham olaverasizlar shu yerga. Tashlab chiqib boshlab. Qarataydingmi ya? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Savdolar bo'laversin. Kameraga tushib. Internetga chiqamaydi. Chiqib birga chiqamiz qachon? Nima qo'rqasiz?
Çazom 200. Yani 300 ming so'm bahasi. Juda xo'ras. Xo'ras. Qancha qo'ydi buga baqa? 300 ming deydi qo'y. Qaya bozor qancha so'radi bozor? 200 so'rab. 200 mi? Oldu şeker. 250 olsa berdim. Bada tayeri 250. Qiziqlar nomer qoldirasizmi aka? Dekan ishqibozlarni 94'ten. 94dan 115. 115 83 29. 80 83 29. 83 29 dedi Zahra. Ana yurtdoshlar. Telefonlar so'rasana, dekan ishqibozlarni. Nomerlarni oling deydi-da ko'bisi. Shu. Nomerlarni so'rab olaveramiz, bergan. Tovuqlardan bor ekan burada. Kaldırgan yerim. Tovuqlarınçası bu adı dekanning. 2500 ming so'm. 2500 mingdan. Tutup turangmi, ha? Nerelerden? Dekan tovuqlari. 2500 ming so'm. Meydanda olmaz olsa kamera koymasanız kettiniz. Xo'razmchasi. Kamera var. 500. Qancha so'radi bu xo'razni? Ha? 350? 350 mi? Yaxshi, 350 ga so'radi. 200, Dekanlar qancha so'radi turibdi ikkovini bir yerda? 300 ga mi? 150'den sonra. 150 ming so'mmi? Bitarıncha so'm xudo xolasa bu. 200 dan bitar. Haqiqiy dekan axir ha bu. Ana o'rtoqlar, haqiqiy dekan tovuq. Bitta to'y 200 ming so'mdan. Nomer qoldiramizmi, brat? Shartamiz ha? Yaxshi. Sog'lom bo'laversin. Xo'razmchasi nima? 140 dan. 140 ming so'mdan. Qancha so'radi bozor? 110 so'rab. 110 danmi? Dekancha so'm bor, dekan. 800 ming so'm ekan. 800 ming so'm. Gerakol o'ynat ekanmi? Voy canım. Yanımızda bilgen olup gitti. 800 ming so'm. Canar. Hey. Aytdim o kızma kıylık endi o kızma. Benim çürüyelim mi? Yo'q, tövmedi. Sal cho'qida qilib. Qanchaga so'rayapti bu? Qanchaga so'rayapti? 600 ga so'radimi? Dikki qiylagan ha? Achcha. Yaxshi savol olursan. Nomer qoldirmaysizmi aka? Ha? Qiziqqanlar telefon nomer qoldirmaysizmi? Qoldiraman. Ayting. 93'ten 93dan 738 1671. Nereden? Yangi bozordan. Yangi bozor ana. Dekanni qaranglar yurtdoshlar, dekan. Zo'r ekan, hozir zarbasini ham ko'rdingizlar. Gerakol qiyilgan. Yaxshi savdomiz bo'lsin. Nomerlarni qoldirdi. Hey, niye gel? Kumbarla tekan. Necha so'mlar? 600 dan. 600 ming so'mni aytibdi, jon. Bozor qancha so'radi aka? Yaxshi. So'radim. Bo'lsa, yaxshi. Xo'roz necha so'm aka? 400 ming so'm. Hakan kurik da hakan. Necha so'm so'radi bozor aka? 250. Biri qancha ekan bu jon? 400. İlk öğrentene mi olur? Bak. Kaça bu bozor? 200 mi? Ana da kanaş bozorı. Necha so'm aytibsan? 400 ming so'm aytilib turibdi yurtdoshlar. Dekan bu oxiri. Dekan 400 ming so'm aytib. Qanchaga so'radi bozor? 250 so'radimi? Ana. Qiziqlar telefonini qoldirasam aka, uyda izi bo'lsa, shart emas, ha. Ana. Ana uni azobot qo'yasan aka. Taşınma.
İşte qalib o'tiraman ha. Sal yerda. Tirnoq ketavergan bo'lsa bular bir to'sa ishlab turadi. Bergincha so'm ekan bu. Necha so'm? 500 yani. Ana to'g'ri 500 ming so'm. Shu bo'lmi dik ekilagan janob. 500 ming so'm. Çakmaday bu. Çikola 600. Çikola 600. Yani fiste fiskadan kötü da. Laboyunu yaratan değil yani. Laboyunu yaratan değil. Kaça koydu pazar? 250 sonra. 250 sonra mı? Kızı bolsa nomi kaldırasan bakın. Kaça koyacak? Ha? Kaldırım var. Kaç? 95'ten 3. 95'ten 111. 701 09. Ha 701 09 25. 25 yani. Zor ekan lekin gap jamoa. Yani. Yaxshi ka savdan bo'lsin. Молодец. Tak. Qana uka necha so'm aytyapsan buni? Ushtirdingmi deyman ha? Ha? Oyoqlari qanab ketdi bu. Qancha aytibsan uka buni? 350. 350. 350 ming so'm aytibdi yurtdoshlar. Bo'ltirg'imi bu? Ha? Bo'ltirg'imi? 350 ming so'm aytibdi. Qancha so'rayapti bozor? İlazı değil. Hozir keldingmi? Yaxshi. Savdong bo'lsin uka. Savdo bo'ladir. Oğuzhan'dan beri bugün kımmet sattım bu ha. 160 so'rayapti dekan to'g'imiz. Aldingizmi aka? Birovni oldingizmi? Men ichirma. Ha, yo'q, tushirmaymiz. Ekuvimi? Qancha bo'ldi bu? Ben vaktim siz men ichirma. Yo'q, to'q tushiramiz, to'q aytavering. 150 dan 300 bo'ldi yani. Ana yurtdoshlar, savdo ishda turib tovuqlarimiz, dekan tovuqlar. Xudo xolasa boqmadi u. Ketdi. Boqmaga ketdi. Xo'roz nechasin xo'roz? Qara shahzoda. 150 ming so'm mana. G'oz kimniki? Aypasizniki xola? Necha so'm ekan? 350 ming so'm. Xo'rozi bu. Xo'rozi 350 ming so'm mana. Qancha so'rayapti? So'rab ketdi. Buni so'raydi olmaydi, ha? Yaxshi. Uyda bormi? Uyda bor bo'lsa, nomer qoldirsangiz, uyingizda sotaverasiz. Telefon nomeri. Qoldirasizmi? Shart emasmi? Yaxshi. Yaxshi. Xo'rozlar bor. Xo'rozlar necha so'm ekan? 400 deb topganman. Ha, bergisiz-kimi? 400 ming so'm aytibdi ana. Undikdan xo'rozlar. 5 kilo keladimi? 5 kilo. 6 kilo keldi. 6 kilo keldimi? Yaxshi. 6 kilodan keldi. Lekin xo'roz necha so'm aypa? 300 ming so'm. Qancha qo'ydi buni? Hozir 350 deb. Qancha qo'ydi bozor? Bozor so'rab. Qora so'rab ketaveraman. Yaxshi. Xo'rozlar necha so'm aka? Ha? 350? 350? 350 dedinizmi ya 450 dedinizmi? 350 mi? 350 bo'lsa arzonroq emasmi ayb? Ha? Ya normal nima? Endi 500 ham aytib o'tiribdi. Bo'lmasa semiz ekanda, iguvan jon. 350 dan aytib turibsiz deydi. Yaxshi. Savdosi bo'lsin.
Pazarda yüremem mi? Siz pazardan çıkıp kilo 200 bin so'm. Ilişkilerimiz 200 bin Ben so'm. ama alışım gerek de. Bu tavuk qanday tavuk ekan bu hala? Şu yeri yüremem pazarda. Tavuk necha so'm tavuk? 240 puan kelish. 200 danmi? Qanday tavuk bu? Buruma. Ha, burumimi? Ana. Kechiton yer bor deydi. Undushga necha so'm ekan undushga? 200 dan. Hammasi 200 aytib turgan o'shida. Hammasi 200 ming so'm. Ha, bittanga xudo xolasa. Ha, ertang aytdim. Birde ko'ramandan shuni chiqadi. Ertang chiqaramiz. Bitta chiqadi xudo xolasa. Birde ko'r. Ha. Bo'ladi, yaxshi. Necha so'm? Necha so'm ekan? 500 ming so'm aytibdi ana ukamiz. Ay, mo'jigani. Shunday chiqadi. 500 ming so'm. Kichkintoy ekan, sotibdi. Молодец. Bozor bolasida bu bozor. Молодец. Bozor ko'rgan yaxshi. Xo'roz ancha so'm aka? Orazda 130'dan, 150'den sonra 150 dan 130 dan. So'rayaptir ha? Yaxshi, savdolar bo'lar. Necha kiloda keladi? iyi bir iş var. 2 kilo keladi ha? 2,5 kilo. İyi kar. Baltırgı xo'rozlar axir. Şu evet. Batır bakarda çıkan çocuğu. Yaxshi. Yaxshi aka, savdo bo'lsin. Beyaz. Ya. Usta siz kim? Makalar necha so'm ekan? 250'den. 250 danmi? Bular endi xudo xolasa tutib turganmi yo tutibdi? 250 dan. Hep tege yatadı. Ikko'miz bosadi. Yaxshi. Nesi desa. Ertaga yotadi ekan o'zi. Qo'rqqa jonivorlar. 250 ming so'm aytdi. Izi bormi aka? Izi bormi buning izi uyda? Izi ko'p bo'lsa qoldiramiz telefonnomni. Telefonnomni qoldirasizmi? Ya. Shart emas, ha? Uydan ham sotaverasiz deymanda. Yaxshi. Bo'ladi. Demak, dum zo'r. 260. Xaridor bo'lg'ay. 110 ming so'm. 220 ming so'm. Bilmiyorum kaç şundan beri. Ne oluyor? 150 lira değilse. Geliyor. Necha so'm ekan chipot? Necha so'm bu? 80 ming. 180. 180. Qanchaga so'rayapti bozor? 150, 160. 150, 160. Chipot ekan, dim zo'r. Suyling o'xshaydi ekan. Yukarıda satmak için. Yaxshi savdom bo'lsin aka. Burama xo'roz necha bo'ladi? Burama xo'roz. Roma xo'roz 300. 300 bo'ladir. 300 mi? Qancha qo'ydi bozor? Bozor shu 250 qo'yib turibdi, 200. 250, 200 dan 250 ga so'rabdi. Yaxshi, savdolar bo'lsin. Çikolik geldi mi? Kapitallar qancha bo'ladi? Salom, jalisi. Trenler 25 işte. 25 ming so'm. 25 ming so'm. Makan necha so'm ekan makan? 250 ağayla. 250 mi? 250 makan. Undushka ne undushka? 180 ming so'mdan ana undushkalarimiz. Beri bulturgu bu. Beri bulturgu. Ama şu gülme geçti. 25 tikani. Yaxshi savdolar bo'ladi. Qo'yib chiqmabdi ustagangiz. Nega? Gap chiqmabdi. Yaxshi. Xo'roz ko'p chiqibdi yurtdoshlar. Tovuqlarimiz oz. Sonoli. Xo'rozlar chiqibdi xo'roz. Beri 25 ta xo'rozlari. Aslında 2 kilo, 3 kilo şunday geladi. Necha so'mdan hala? Bahası. 130 aytdi. 2 kilo, 2,5 kilo keladi xo'rozlar. Lekin xo'rozlar necha so'm ekan? 350 deb taqman. 350. So'rayaptirman bir? Qanchadan so'rayapti? 300ga. 300 ga so'radimi? Yaxshi, savdomiz. Jaldirsiz aka?
Hey barım. Qancha vaqt xorazlar? 150 dan. Bular lekin yaxshi, yomon emas. 150 ming so'mman ana. Qara shahzodam bor ekan ichida, bu 150 ming so'm. Qancha qilyapti bozor bura? 100 ga so'radi. 100 ga so'radimi? 25 tika axir. Evet. 100 ming so'mdan so'rayapti. Yaxshi savdolar bo'lsin. Razı ol. Savdandı bir. Buldu. Ki. Tavuk gerek mi? Kaldırsın aga, saltarsın. Tavuk gerek mi? Horoz mu? Cice? Murat. Ördeklerin çoğusun aga? Ördekler 80 lira. 80 ming so'm. Erkek ya, qara. Tavuklar ne? 130'dan. 130 3 kilo geldi, 130 dan. Xorazlar ne? Seni şu sakalından para sorar mı? 130 dan 90 ming so'm. Ha, kichkinaroqlari. Ördeklerimiz necha kiloda kelib boradi? 2 kilo gap qoladi. 2 kilo keladi axir. Cüceler neler yo'q axir? Yaxshi. Savdolar bo'laversin. Cüceler yo'q aga. Ana 150'dan mı xorazlar? Evet, baksana 150'dan. Çiğimiz ekan ha canım o. Bakıyorum çiğimiz ekan. 150'dan aktif ekansiz. Yaxshi savdosi bo'lsin. Tak, burama xoraz. Xoraz necha so'm xola? 250 aktifda. 250 ming so'm. Bozor qancha so'rayapti bozor? Bozor 180. 180 ming so'm. Lekin to'g'on bor ekan. Necha so'mdan bo'ladi? 180. Ha? 180. 180'dan mı? Bu mu ya içindekiler mi? Yes. Beğersi mi? Yani. Beğer. Ay canım. 180 ming so'm attık da. Lekin tutturgan mı akabla? Ha? Endi tuvatavun mu? Endi tuvat deydi yani. Burama xorazlar qancha bo'libdi ayba? Assalomu alaykum. 250 dan. Unduklar xorazlari ne? 300 ming so'm. Tovuq xorazlari ne? 150 ming so'm. Ha, belgilar 100 danmi? Ekovi 100 ming so'mmi? Belgi 150 ming so'mmi. Beğensiz mi? Boş. 150 mi? Yaş xorazlar necha so'm ekan? Yaş xorazlar. 130 dan. 2 kilodan ziyod. Cüceler çıkmadı mı cüceler? Bir aylık oldu mu? Satı otasından mı yakın etsin? He, soğukluğuna yakın etsin. Yine baka belgilendi mi? Bakasa? 22 ayttık mı? Kaça dayı bu? 3 bin dana mı? Yaxşı. 3 bin dana var ekan. Nominalsiz kaldırmazlar mı? 99'dan 99'lu 415 98 17 tane. Mesli mi? Şunday rakma oldu. Mesli yani. Bulayım ya ki Allah. Gürlen ne o? Menzil Gürlen. Lerin kalkozdan ayfansa telefon kılırızlar. 3 bin tane var ekan. Mesli ahire. Mesli tavuk cüceler. Sağlam bu. Kaçtın sınıf çalırsan Xorazdan çalsam ekan. 110'dan 110'dan. Alamadığın yeri var ya. Yerga 150 ekan. Alamadığın yeri. Yaxshi savdo bo'lsin. Tavuk necha so'm oldingizmi? Tavuk necha so'mdan ekan tavuklar? 90'dan. 90'dan mı? Tutturgan tavuklar ha? Xoraz bulandı. He, xoraz ekan. Tavuklar kendi uyum. Tavuk az çıkıyor ekan da.
Tavuk video var alaman desen. Bir dakika. 90'dan. Onda koyun. Bir tane seyre bir tane de. Kızıl korazlar. Bir tane açasın mı? 12'den mi? Siz mi? Mekan mı bunlar ha? Mekan burası. Orası aralaşma. Hani arkadaşlar. 12 bin olma artık. Tutturgan mı endi bunu? Tutturt da. Yaxşı. Cam. 12 bin olma artık bir de. Qancha so'rayapsizmi aka? Qancha bo'ldi vaqasi? Arzan buldu. Qarsam bo'ldimi? Şunu koydum. Ha, yaxshi, yaxshi. Bo'ldi. İnternette koyun oturmayın. Ya biz xo'roz tushiramiz, odam tushirmaymiz. Xo'roz tushiriladi. 280 so'radi. Ichuv nima aka? Ichuvni? Yaxshi. Ha, qochib ketmasin. Aytamiz. 50 kunlik. Mesniymi, mesniy? Aha. Nomer qoldiramizmi? Ayting. 94 94 qizli, 233 233 53 24. O'zimizda mesniy hali. 50 kunlik. Ya, urilgan bari. Peripkalar bor. Aytmoqchi, singlimizda jurar bor ekan, saylab olaverasizlar. Telefon qilaverasizlar aytilgan nomerlarga. 50 kunlik ekan, 50 kunlik. Selkam 2 ay. Selkam 2 oy, 10 kun ekan, 2 oylik ekan. Mana shunday xo'rozlaridan bor, telefon aytaverasizlar. Tavuklar ham bor. Tovuqdan bor ekan. Tovuq qancha so'mdan? Tavuklar 90'dan beri. 90dan xo'rozlari. Buni xo'rozlar necha deydi? Horozlar 90-80. Ana, do'stlar. Singlimizga telefon aytaverasizlar, bemalol. Arkadaşlar şu bilan videolarımız yakunlaymiz. Sağ salamat bo'lasizlar. Gurlan tovuq bozorindamiz yurtdoshlar.